tarafda Farg'ona, bu tarafda Andijon. O'rtada Gullar shahri Namangan. Biz Namangan viloyatidamiz. Sayohatimizni boshladik. Namangan viloyati Farg'ona vodiysining shimoli-g'arbiy qismida joylashgan. Hamda mamlakatning iqtisodiy jihatdan to'la rivojlangan yirik viloyat hisoblanadi. Aynan shu tuproqqa Norin va Qoradaryo suvlari kelib qo'shilishidan Sirdaryo hosil bo'lgan. Ma'lum va mashhur qo'shiqqa solib kuylangan Namangan olmalarining beqiyos bog'lari ham shu yerda qad ko'targan. Namanganning olmasi anori bordir. Namangan viloyatining poytaxti kattaligi jihatidan O'zbekistonda 3-shahar hisoblanadi. Sayohatimizning bugungi yo'lboshchisi Namangan shahrida tug'ilib o'sgan xonanda Husan. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar bizning go'zal Namangan shahrimizga. Bilaman bularning barchasi hayot, barchasi javobin topmagan savol. Bitta o'tkinchim bor kelmasa malol, rozi bo'l tushimga kirmoqlaringga. Mavjingda bo'lsam ham, ishqingda to'la to'ysam ham, kechir yorim yelolmadi. Irodaxon, bilasizmi, O'zbekistonni bir chiroyli gulzorga taqqoslasak, Namangan shahri o'sha gullarning eng sari bir gulidir. Unda sayohatimizni gullardan boshlar ekanmiz-da. Qani ketdik. Biz hozir o'rmonga ketyapmiz. Irodaxon, Iroda, qattasiz? Iroda. Yo'qolib qoldi. Jungliga o'xshar ekanmi? Jungli. Biz hozir shu junglining egasini topishimiz kerak. Tegilla. Bittaga bormi? Gullarga mehr bilan parvarish qilsangiz, mehr bilan qarasangiz, sizni gullari bilan quvontiradi. Ba'zi bir odamlar bor, yaxshi mehr qilmaydi. Ularga o'sha, men sizdan gul oldim, necha yildan beri naqaman, hech gullamaydi deydi. Menda har yil gullaydi. Gullarga qarab tabiatini ajratib bera olasizmi? Ularning ham tabiati bordir o'ziga yarasha. Siz qanaqa munosabatda bo'lsangiz, munosabatingizga qarab turib, ular ham shunaqa munosabatda bo'ladi. Deylik, kaktusni kimga o'xshatgan bo'lardingiz? Shunda odamlar bor. Yomon munosabatda bo'lsangiz, sizni undan battarroq qilib jazolashi mumkin. Lekin yaxshi munosabatda bo'lsangiz, ham shunaqa o'shanga qarab yaxshi munosabatda bo'ladi-da. Masalan, siz yugurib kelib banonni shunday ura olmaysiz. Unda ursangiz, u sizga tikonlari kiradi. Men buni bundoq ushlasam, hech ham tikani kirmaydi. Silasin. Hech ham tikani kirmaydi. Demak, bularga doim mehr bilan munosabatda bo'lsangiz, u ham sizga hech naqa jazolamaydi, tikonlarni sanchimaydi. Jo'raxon akamiz mamlakatda eng katta kaktus kolleksiyasining egasi. Ular bu noyob o'simlikning fanga ma'lum 5000 tadan 3000 ga yaqin turini yetishtiradilar. Kaktuslarga ishqiboz bo'lgan mahalimda 3-4 ta kaktusim bor edi xolos. Unaqangi ko'p emas edi. Lekin qaysi shaharga borsam, qaysi joyga borsam, ko'zim derazada bo'lardi-da. Kimikida kaktus bor derazasida. Derazasida kaktusi borni ko'rib qolsam, anda yo'g'ini uchratib qolsam,
uyatmasdim. Eshigini taqqillatardim. Shundan bitta shoqidan bermagunicha qo'ymasdim. 83-yilda Xersonga borganman. Xersonga borsam, bitta balkonda kaktuslar turibdi. Eshigiga borib zvonogini bosdim-da. Zvonogini bossam, ichkaridan xotin kishi chiqdi. Haliginaqa zanjiri bor ekan eshigida. Haliginga inakiga aytdimki, sizda kaktus bor ekan, o'shani ko'rsam maylimi desam, eshigini taqqa yopib oldi. Erim kelganda kel dedi, yana bekitib oldi. O'zi Xersonni yaxshi bilmayman. Zo'rg'a haligini qaysi ko'chaga kirganimni ham bilmayman. Haliginikiga 6 dan keyin bordim inaki. Eri kelgan ekan, inakiga haligi kiritdi. Men dedim, kaktuskadagi ishqibozman. Ikkita kaktus ishqibozi o'tirib olib, vaqt o'tganini bilmaymiz. Bir vaqtda endi men ketay deb naqsam kechasi 1 bo'pti. U noma'lum shahar-ku. U Garsinsammi qanaqa qilib topishni bilmayman. Qorong'ida bir falon qilib inakiga bir kechasi 3 gacha ko'cha tentirib inaki Garsinsam topib borganman. Bitta gul uchun o'shanaqa qilganman. Endi ishqiboz bo'lsangiz mana shunaqa bo'ladi. Bu qiyinchiliklar boshqa narsada ko'zingizga ko'rinmaydi. Siz ham gullaringiz bilan gaplashasizmi? Endi ba'zida gaplashamiz ham. Yaxshi ko'rgan gulingiz bormi? Borib gaplashib. Yaxshi ko'rgan gulingizni ko'rsata olasizmi? Hozir bizga. Men gullarni ichida turibman. Men uni yaxshi ko'raman hammasidan desam, boshqasi xafa bo'ladi. Ha, eshitdim. O'shaning uchun menga hammasi bir, hammasini yaxshi ko'raman. Endi sizlarni ajoyib, mashhur naqqosh, ganchkor, arxitektor, kulol, chinnisoz, badiiy buyumlarni bezash ustasi va hokazo va hokazo va hokazo. San'atda bitta yoki ikkita tur bilan bir mukammal asar yaratib bo'lmaydi. Masalan, bitta binoni bezashda o'sha interierda yo eksterierda bo'lsin, o'sha joyda naqqoshlik san'atidan, ganchkorlik san'atidan, badiiy buyumlardan va hokazo qo'yinki san'atni bir necha turidan foydalanilsagina bir yaxlit narsaga erishish mumkin. Ko'ryapsiz bir qancha shunaqa narsalarni. Mana shu kichkina narsani men bir hafta qimirlamay o'tirib chizaman. Shuni ishlayotganimda butun fikri hayolim, butun harakatim mana shunda jamlangan bo'ladi. Endi bir xilda o'zimga o'zim ta'sir qiladiki, bir shuncha gavdali bir yigit bir kichkina narsaga haftalab vaqtimni sarflayapman, vaqtalab o'tiribman degan bir narsa xayol kechadi. Endi xuddi shunaqa xayollar yana bir juda katta 1000 kvadratlik obyektlarni olgan paytimda kichkina inson juda katta narsani olyapman, vaqti kelganda bir katta inson juda kichkina narsa o'tyapman. Unisini qilyapganda ham men rohatlanaman, maza qilib ishlayman, bunisini qilyapganda. Demak, san'atda shu ekanki, katta kichigi bo'lmas ekan. Bitta balki menda mastur juda yaxshi mutaxassislarning ko'pida shu holat bo'ladi. Faqat bitta narsani ikkinchi marta qaytarilmaslik. Ya'ni har bitta narsaga yangi kompozitsion yechim qilish, yangi narsani o'ylab topishlik. Agar 12 predmetlik bir servis bo'ladigan bo'lsa, men shuni bir donasini qilishga ulguryapman. Yangi narsalar menga xuddi yomg'irda quyilib kelyapti. Amaliy san shunaqa narsaki, buning oxiri yo'q. Bir umr o'zim sevgan kasbim bilan shug'ullandim. Bu bizning shahrimizning faxri, musiqa va drama teatri.
Kelasi yilda bizning teatrimiz 80 yoshga to'ladi. Biroq yaqindagina olib borilgan ta'mirlash ishlaridan so'ng bunga ishonish qiyin. O'zbekiston xalq ustasi Abdug'ani Abdullayev va O'zbekiston xalq rassomi Hasanxo'ja Isroilovlar teatr binosining bezagiga o'z hissalarini qo'shganlar. Birodaxon. Yoshligimda men ham aktyor bo'lishni xohlardim. Mana shu sahnada ijod qilishni niyat qilardim. Lekin mendan aktyor chiqmadi, xonanda bo'ldim. Ey, O'zbekistonning bironta teatrida bunaqa moslamani ko'rmaganman. Tanishinglar, shu moslamani Sherzod Bekmirzayev ixtiro qilganlar. Bu ixtironi qilish mana shu teatrda 12 yildan beri ekonomist buxgalter bo'lib ishlayman. Shuning uchun bu yerdagi sahna ishchilarimizni og'ir mehnatini ko'rib, shuni mexanizmni qilish kerakligini inobatga olindi. Dedamlar injener mexanik bo'lganlar uchun buni chizmasdan chizib, dedamlar bilan o'rtoqlashdim. Shunda yana dedam aytdilarki, qilsa bo'ladi o'g'lim dedilar. 4 kishi oilaviy kelib mana shu narsani mukammal darajada yaratdik. Bu mexanizmimiz 1 minutda 36 sekundda ko'tariladi. 1 minut 36 sekundda qayta tushadi. Buni yuk ko'tarish qobiliyati 6,5 tonnagacha yuk ko'taradi. Bu degani 100 ta odamni bemalol ko'taradi degan narsa bu. Namanganliklar juda nozik tab, yuqori did va nafosat sohiblari. Ular noyob gullar yetishtirishadi, jozibador naqsh solishadi. Shu bilan birga ekzotik qushlarni ham ko'paytirishadi. Hozir biz qushlardagi go'zallik timsolini ardoqlovchi haqiqiy namanganliklar xonadonidamiz. Bu qora kakadu. ilgari otam 82, 85, 83 yili Yevropa chempioni bo'lganlar shu qushlar to'g'risida. O'zbekistondagi yashayotgan qushlarni olib borib ko'rsatganlar, o'zimizni haqlik, bedeni. Shunda bizga ham qiziqish uyg'ongan otada. Undan keyin mana biz davom ettiryapmiz. Uyimizda hamma qushga qaraydi. Farzandlarim ham qaraydi. Ular ham qadam qo'yishi bilan qushlarni ko'rgan. Shu chaqaloqligida yo'q qushxonaga olib kirib, o'ylar hatto uyimiz ichida ham olib kirib boqamiz. Ertalab o'zimiz choy ichmasdan oldin bularga qarab, keyin o'tirib semeyli hamma choy ichadi. Joningizga tegan vaqtlari bo'lmaganmi? Yo'q. Charchadim bu. Yo'q, bilasizmi? Asabim buzilganda qushxonaga kirsam, shularga qarab, ovozlarini eshitsam, dam olaman. Shaxsan o'zingiz yaxshi ko'rgan qushingiz bormi? Ari degan qushni yaxshi ko'raman. Ovqatini bersangiz, biram haligi narsa, nima deydi, qo'lingizga boshini qo'yadi, o'shanda har qanaqa mehnatlaringiz chiqib ketadi. O'zimizning qushlarning ham gapiradigan turlari bormi? Mana shu o'zimizdagi olaqanot mayna deydi, uzumxo'r, shu ham Mayna ham gapiradi. gapirgan, otam gapirtirganlar buni, hozir yo'q. U kishi ham o'tib ketganlar, mayna ham yo'q. 3 yil orqama-orqa Yevropa chempioni bo'lgan, mana shu o'zimizning mayna. 3 xil tilda gapirardi, o'zbekcha, ruscha, chexcha. O'sha Chexoslovakiyaning Olomouc shahrida shu medallarni olgan shu mayna. Hozir endi bu Indoneziyaning maynasi bizda bor, bu ham gapiradi. Bizning olaqanotni o'zi eng zo'r gapiradigan bizning olaqanot. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Mayna. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.